Xo'p, demak, bugun navbatdagi mavzuni boshlaymiz, ya'ni masalalar yechish. Xo'p, 171-bet ekan. Xo'p, 171-betdagi masalalar yechish ko'rib chiqsak. Bizga aytyapti mana. 3 ta savatdagi mevalar nisbati mana 6, 5 va 4 nisbatiga teng deyapti. Savatdagi jami mevalarning massasi 75 kilogramm bo'lsa, eng og'ir savatda qancha meva bor? Bu degani hammasini qo'shib chiqamiz, ya'ni 6 plus 5 plus 4 ni qo'shamiz. Ya'ni shuncha nisbatdagi hammasi qanday x kilogrammdan bo'ladi va shu 75 ga teng. Ya'ni buni qo'shib chiqsa 15 bo'ladi. Demak, x barobar 75 bo'lingan 15. Xo'p, demak 5 chiqadi. Bu degani har birida 5 kilogrammdan bo'lsa, mana 6 lik eng katta, ya'ni 6 ko'paygan 5 bizda demak 30 kilogramm. Eng katta savatda demak 30 kilogramm bor ekan. Xo'p, keyingisi aytyaptiki, elektr nafar katta yoshli va katta yoshli kishilar bo'lib, ular zaldagi o'g'il va qiz bolalar soniga nisbatan shuncha bo'lsa, qiz bola soni o'g'il bola sonidan necha nafar ko'p deyapti. Demak, mana bu birinchisi katta yoshlilarga to'g'ri keladi. Katta yoshlilar mana o'g'il bolalarga to'g'ri keladi. Mana bu qiz bolalarga to'g'ri keladi. Endi mana katta yoshli 3 nisbatimiz 54 ga teng. Bu degani 3x'imiz teng 54 ga. Bu yerda x ni topadigan bo'lsak, bo'laveradigan bo'lsak bitta bor, 24 ichida 8 ta. X'imiz 18 ga teng bo'ladi. Bizdan qiz bolalar soni o'g'il bolalar sonidan necha nafar ko'p? Ya'ni mana buni 4 va 6x ligi so'rayapti. Ikkalasini ayirmasi 6 dan 4 ayirsak bizda 2x bo'ladi. Bu degani 6, ya'ni 36 ko'paygan. Xo'p, endi 5 o'z nisbatda 3 ta bo'lak bo'lib x 18 deyapti. Bo'lsa, arqonning asl uzunligini topaylik. Eng qisqasi mana bu 2 mi? Bu degani 2x'imiz 18 ga teng, bu yerda x'imiz 9 ga teng. Xo'p, arqonning asl uzunligi. Asl uzunligi degan hammasini qo'shamiz. Ya'ni 5 plus 2 plus 9. 16 bo'ladi. Demak, shu 16 ni mana bu x ga ko'paytirsak, umumiy uzunlik kelib chiqadi. Bu degani 16 ko'paygan 9 bo'ladi. Demak, 54 5 bo'lsa 144 mana. Javobi 144 metr ekan. Xo'p, keyingisi 4-inchisi. Uchburchakning deyapti, tomonlar nisbati 5 4 7 ga teng. Uchburchakning eng uzun tomoni 77. Eng uzuni mana bu 7 lik. Demak, 7x tenglaymiz 77 ga. Bu yerda x'imiz 11 ga teng bo'ladi. Uning eng qisqa tomoni, eng qisqasi mana bu 4. Bu degani 4x ni topyapmiz. Demak, 4 ko'paygan 11. Jami 44 bo'ladi. 44 santimetr. Xo'p, Ali, Bahrom, Sarvarning stikerlari 4-6 nisbatda, Sarvarniki 15 ta. Sarvar mana bu 3 ga teng, degani 3x 15 ga teng bo'lsa, x'imiz 5 ga teng bo'ladi. Jami stikerlar jami 13x bo'ladi. Ya'ni 4x plus 6x plus 3x, ya'ni 10x. Bu degani 13 ni ko'paytiramiz 5 ga. 65 ta. Demak, jami 65 ta stiker bor ekan. Xo'p, 6. 6 ga qaraydigan bo'lsak, bizda aytyaptiki, 80 Azizda 80 so'm, Rahimda undan 50 so'm ko'p deyapti. Jasurda Rahimdan demak,
Mana bu Azizda 80 ekan. Rahimda 80 plus 50. Bu degani 130 so'm ekan. Xo'p. Keyin mana bu Jasurda esa Rahimdan 100 so'm ko'p. Ya'ni 130 ga qo'shamiz 100 ni. 230 ekan. Aziz, Rahim va Jasur pullarining nisbati. Demak, bularning nisbati 8, 13, 23. Mana bunaqa nisbatda bo'ladi. Har birini 10 ga bo'lib yubordik. Xo'p, bizda aytayaptiki, rasmda 3 ta bo'lakka bo'lingan kvadrat ko'rsatilgan. X qismining yuzi y qismining yuzidan nisbati to'g'ri 1. X qismining yuzi y. Demak, mana bu x desak, mana bu 4x ekan. Demak, mana bu jami kvadratning yarmi-ku, zimiz 5x bo'ladi. Agar y qismining yuzi 10 deyapti. Demak, mana bu x yuzi 10 ga teng bo'lsa, kvadrat yuzini toping. Jami qancha? 5x plus 4x plusdan x, ya'ni 10x bo'ladi. Bu degani 10 ni ko'paytiramiz 10 ga, ya'ni 100 santimetr kvadrat. Mana bu b'si. Xo'p, a'sida x qism yuzining z qism yuziga nisbati. Zimiz 5x, x qism 4x. Demak, 4 u 5 nisbatda bo'ladi mana. Demak, bu Schoolbook kitobimizdagi yechim. Endi workbook kitobga o'tamiz. Demak, 10-topshiriqdan boshladik. Aytyapti. Ikkita stakan gazli suvga 4 stakan sharbat va 12 stakan limon aralashtirildi. Deyapti. Gazli suv, sharbat va limon miqdorlari nisbatini toping deyapti. Mana gazli suvimiz 2 stakan, sharbatimiz 4 stakan va limonatimiz 12 stakan. Buni qisqarmas shaklda yozing debdi. Demak, 2 ga bo'lib olsak, 1, 2 va 6. Mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, bizda Akmal shunday ichimlikdan yana tayyorlamoqchi. Buning uchun 6 stakan gazli suv ishlatdi, deyapti. 6 stakan. Nisbat o'zgarmasligi uchun qancha sharbat? Demak, 6 stakan. Bu degani 1, 2, 6 ku. Gazli suvdan 6 stakan ishlatgan bo'lsa, mana bu 6 bo'lgan bo'lsa. Demak, 6 ga ko'paytirgan, demak, mana bu 12 bo'ladi, mana bu 36 bo'ladi. Mana hammasini qo'yib chiqdik. Demak, bizda nisbat o'zgarmasligi uchun qancha sharbat qo'shilishi kerak? Demak, sharbat 12 litr sharbat qo'shilishi kerak. 12 litr sharbat va 36 litr limonad. Mana hammasini yechib berdim. Xo'p, ikkinchisi. Arqon deyapti. Mana shu nisbat 3 bo'lakka bo'lindi. Eng qisqasi 16 cm. Eng qisqasi 2 mi? Nima? 2x imiz teng 16 ga. Bu yerda x imiz teng 8 ga. Eng uzun bo'lak mana bu 5 mi? Demak, 5x so'rayapti. 5 ko'paygan 8, ya'ni 40 metr. Santimetr ekan. 40 santimetr. Dono, Kamola, Umida ma'lum miqdorda pul oldi. Dono, Kamola, Umida pullarning nisbati shunga teng. Kamolada 7200 so'm bor. Kamola qaysi? 4x. Demak, 4x imiz 7200 ga teng. Bu yerda x imiz xo'p bitta 32 ni ichida 8 ta 1800 so'm ekan. Bo'lsa jamisi qo'shamiz, ya'ni 9x plus 4x plusdan 6x ga 19x bo'ladi. Ya'ni 19 ni ko'paytiramiz 1800 ga. Xo'p, o'shanda bizda 34200 so'm jami pul.
Davom etamiz. Biz aytyaptiki, dastlab qutida 15 ta qizil, 12 ta ko'k tugma bor. Umida opa 5 ta qizil tugmani ishlatdi. Ya'ni mana bundan 5 ta ishlatgan bo'lsa 10 ta qoladi. Qutidagi qizil va ko'k tugmalar hamda qutidagi jami tugmalar nisbatini toping. Va qutida demak 10 ta qoladi. Mana bu 12 ta va jami 22 ta. Xo'p, endi buni qisqarmas shaklga o'tkazish uchun har birini 2 ga bo'lib yubordim. 2 ga bo'lib olsak 5 u 6 u 11. Mana bu nisbat. Va matnli masalalar boshlaymiz. Davomi birinchi topshiriq. Xo'p, 94, 93. Shu yergacha turib tursin, bu birinchi topshiriqni keyingi darsga yechib beramiz, Mana shu joyda qoladi. Videoni o'z YouTube kanaliga joylaymiz, bemalol ko'raverasizlar.